Assalomu alaykum Bektor obunachilar. Toshkent shahrida yangi obyektimizni yakunladik. Bu Andijon mehmonxonasi. Bu yerda baraklarni qildik, uni bayroqlarni qo'yib berdik. Mana shu suv o'chganimiz 16 tonnalik bo'ladi bu. Bu har bitta mana shu ko'zi 1 tonnadan hisoblanadi. Bu tomonda 8 ta, bu tomonda 8 ta. Bundan 2 talik bo'lgan. Hozir buni ham ko'rsataman. 8 tonna, 8 tonna, 16 tonna. Nargisi ham 16 tonna, общий 32 tonna bo'ladi. Xizmatdan kelsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xohlasa chiroyli qilib ishlab bitirib beramiz. Bu bo'chgan afzalligi shunaqa podvallarga, bu ichidan sig'maydigan joylarga qo'yilib, mana shu o'zida yig'iladi. Bu zanglamaydi, suv aynib qolmaydi. Shuning evaziga suv sifatli turadi ancha.